Assalomu alaykum. Sizlarga bekorga storyda yozmagan edim. Sizlarga zo'r yangiliklarimiz bor deb. Chunki mana hozirgi oprosimizda 46% odam endi bu yil boshlamoqchi, endi mod sohasiga kirmoqchi, mod olamiga endi kirmoqchi. Chunki nimaga bunaqa boshlayapman? Ko'pchiligimiz satdan o'rganishni bilmay, undan so'rab, qaysidir odamlarga borib vaqtimizni ketkazib qo'yamiz. Shu sabab sizlarga ochiq oydin baykerlarning hayoti, baykerlarning dunyosi, qanaqa baykerlar qanaqa boshlagan umudda, qanaqa risklar, qanaqa bilimlar olgan, qayerdan olgan, hamma narsasini sizlar prosta uyda o'tirib bemalol tomosha qilsanglar bo'ladi endi. To biz sezonga chiqib olgunimizcha sizlar o'zingizlarda amaliy, nazariy bilimlarni olib tursanglar bo'ladi. Keyin bemalol oldimga kelsanglar, amaliy bilimlarni ham bemalol o'rgatamiz. Bu post orqali ushbu videoga kommentariyasiga bemalol o'zingizlarni tanishinglar, qaysidir qo'shninglar yoki qaysidir akanglar yoki ukanglar mod haydaydigan bo'lsa, o'zlarini atletik qilib ketsanglar, xudo xohlasa